2026-yilda qaysi mahsulotdan uy qursam sifatli va arzon tushadi deganlarga video tayyorlashga harakat qildik. Har birini razmerini bir xilda qilib qo'ydik. Penablok, gazablogimiz 30 cm ga, balandligi 20, uzunligi 60 bo'ladi. Ikkalasini razmeri bir xil bo'ladi. Pishiq mana bu g'ishtlarimiz ham shularni razmerida terib qo'yishga harakat qildik. Uzunligi 60 cm bo'ldi, balandligi 20 bo'ldi. Bu tomoniga kelsak 38 cm atrofida bo'ladi bu. Xom g'ishtimiz ham xuddi shunday bo'ldi. Mana shu holatiga 22,5 ta xom g'isht ketyapti. Buni narxi, o'zining narxi 500 so'm bo'ladi. Ustakalarimiz 500 so'mdan urishadi. Shunda 22,500 so'mga to'xtayapti bu xom g'ishtimiz. Pishgan g'ishtga keladigan bo'lsak, o'zining narxi 1100 so'm. Ustakalarimiz 600 so'mdan urishadi. Shunda pishgan g'ishtimiz 38,250 so'mga to'xtaydi. Penablokka keladigan bo'lsak, o'zining narxi 10.000 so'm bo'ladi. Ustakalarimiz 6.000 so'mdan urishadi. Bu 16.000 ga to'xtaydi. Gazablogimizga keladigan bo'lsak, o'zi 17.000 so'm bo'ladi. Ustakalarimiz 6.000 so'mdan urishadi buni ham. 23.000 so'mga to'xtaydi. Shlaka blokka kelsak, 3.000 so'm o'zining narxi. 3.000 so'm ustakalarimiz urishadi, lekin buni uylarga tavsiya qilmaymiz. Bu o'q devor va shunday zaborlar o'rniga ishlatiladi. Bu videomiz Farg'ona viloyati Quva tumanida tayyorlandi. Kimga mana shunday pishgan g'isht yoki xom g'isht kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldirib qo'yapmiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Farg'ona bo'ylab xom g'isht va pishgan g'ishtlar yetkazib beramiz. Endi buni sifatiga keladigan bo'lsak, kommentariyada ahli aytadigan ustakalarimiz qaysi biridan 2026-yilda uy qursa yaxshi va plyus minuslarni yozib ketasizlar. Mana bu xonadonimizni ham xuddi shu pishgan g'ishtlardan olib kelib, shu holatda urilyapti. Xo'p, xom g'isht bilan aralashtirib urish jarayoni bo'lyapti. Xudo xolasa videomiz foydali bo'ldi. Like bosib, podpiska qilib qo'yinglar kanalimizga. Yana ham foydali ma'lumotlar qo'yishga harakat qilamiz. Mana shunday sifatli pishgan g'isht yoki xom g'isht kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldirib qo'yapman. Bemalol telefon qilaverasizlar. Narxi manzilga qarab kelishilgan holatlarda bo'ladi. Agar usta xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, ustakalarni ham nomerini qoldirib qo'yapman. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlarni bitirib beradi. Ekrandagi nomerga telefon qilaverasizlar.